Zor lokatsiyadan, zor toçkidan şu dükkanımız zudlik bilan ijara beradi. Shoraxan City berli. Ne berda bulakdan yer evvel bulak chiqib turgan mana suvlar fontan bo'lib otib turgan. Yo'lni bo'yinda yana Shoraxan Ufina, 4 km Shoraxan Ufinda inshuramiz ijara berilajak zudlik bilan. Egasi qo'li demidi, shu ijara beraman kimdir ishlatsin, pul ishlatsin dedi. Ne shunday. Xo'p, salqin ichimliklarni qo'ysanglar, bu yerda zo'r ketadi yozgi kuni. Chunki hali ko'p ahvolda ishlamayotgan bo'lsam, o'sha yerga kelib o'tirib bolalar ichimliklarni olib, masalan, shimishkalarni chaqib o'tiradi. Yana kursilari bor. Boshqa davraka bilan bir chalakab danishtirib bering, xudo xolasa. Xo'p, endi arka tarafina soya salqin yillar, xudo xolasa kim ishlaydi undan desam, zo'r yana. Tapchalarni tashab berasiz, konditsioneri bor, usti bekli, shiporina. Shunday yo'lni bo'yinda Shoraxan Ufi bulakdan yerinde, xudo xolasa. Ne ishlar bilan gösteraman, xudo xolasa. Ishataman singlar yaxshi yeri. Xodimniki bor, boshqa kompaniyalar bilan gelsanglar ham xodimliklarni kep beradi, mutlaq kep beradilar. Morozelniki bor. Men bu yerda stol kursilarni qo'ysanglar, zakonni yeri. Hozir yozgi kunda salqinchiliklarni qo'y, ichimliklarni qo'yib berasa, us 40 lar bilan kelib o'tiradilar baribir. Shunday qancha ishlab turibdina. Men bunda bir xonasi bor ina. Bu yerdan stol kursilarni qo'yib berasizlar, xohlasanglar peshni olib tashlaysilar, oryan tarafdan bir xona bor hozir. Shunday qo'ysanglar. Xo'p, ina. Bilam soyati bersa bo'ladi, chaylatib. Yadan o'g'ri borib, o'shalarni stol kursi qo'ysa bo'ladi. 3-4 stol kursi maroj ketadi baribir. Ne bilan bir xonasi bor ina. Kichkina bir xonasi bor. Prosta klubimiz daptana o'sha ishini xolsanglar kimga bir olib tashlaysilar. O'shadan bir xonasi bor. Muz zanglabdi buni. Ochamiz buni baribir. Xo'p, menda firma atamiz bilan kelishib bersanglar, bu yoqdan shunday aylantirib, soyati bersanglar, zakonniy tapchalarni qo'yib, suvlarni surib tursa, katta yo'lni bo'yi ber. Mindi boshqa yani pivinoynalar yo'q bu yerda. Qaror salqin ichinglar qo'yganlar. O'zingiz tuzib berasiz, divizina aholi yashab o'tirgan yer. Pulni sendan qolib ketaverasiz, bo'lgani shu. Prosta men hozir vaqtim yo'q, bo'lmasa o'zim olib ishlatadim buni. Shu yerda atrofida olib ishlatsanglar, zakonni yer. Do'kon ismida salqin ichinglarni qo'yib, parojni, hamburger, yani tovuq go'shtidan shashlik-pashliklar ketadi baribir. Bolalar bilan kelib o'tirib yeydilar. Shunday atrofdalar bolalar nira boshqa bo'lmay yurgan ekanlar. Ishora kelib ishlatsalar bo'laydi. Past egasini numarini qoldiraman, kelishib beradi. Qarash ketadi boshini ayna xudo xolasa. Bemalol bog'lanaverasizlar.